Men Ustoz AI loyihasida hozir faoliyat yuritaman. Ustoz AI loyihasi bu zamonaviy kasblarni yoshlarga o'rgatadigan platforma va hozir 1,2 million foydalanuvchi zamonaviy kasblarni hozir platformada o'rganmoqda. 80 dan oshiq zamonaviy kasblar va fanlar kurslari mavjud va 100 mingdan oshiq yoshlar sertifikatlarni qo'lga kiritishgan. Men odatda ofisga boraman, sport zaliga boraman, aylanishga boraman. Aylanish deganda bu bog'lar bor, parklar va uchrashuvlar doimo har xil shaharning lokatsiyalarida joylashgan, asosan bu markazda. Men o'zimning tig'iz grafikam sababli ko'proq o'zim shaxsiy avtomobilimda emas, taksi orqali taksi zakaz qilib, uchrashuvga yoki ofisga yetib olaman. Changan avtomobilida menga yoqqan narsa bu o'ziga xos vibe bor avtomobil. Va vibe'ni qo'shadigan narsa bu Sony kolonkalar. Va men o'zimga yoqqan qo'shiqlarni qo'yganda bu o'zgacha vibe'ni yaratib, yo'limni yanada qisqaroq qilishga va kayfiyatimni ko'tarishga olib keldi. Menda o'zimni shunday qog'ozim bor. Bu yerda men masalan ko'rishingiz mumkin, soatbay nimalar qilishim kerakligini har bitta kolonkasiga kiritaman va asosiy eng 3 ta muhim vazifamni men mana shu yozib chiqaman. Shu rubrikalarni men odatda yozib chiqib to'ldiraman va bajargan vazifamni men flomaster, sariq flomaster bilan ustidan bajarildi deb masalan. Biz hozir ikkita teleko'rsatuvni ustida ishlamoqdamiz. Bu teleko'rsatuv nafaqat teleko'rsatuv bo'ladi, balkim bu to'laqonli kurs bo'ladi, video kurs va to'laqonli kitob bo'ladi. Birinchi teleko'rsatuv haqida gapirdik, loyiha haqida gapiradigan bo'lsak, bu kasblar tanlovi. Ikkinchi teleko'rsatuv yoki loyiha bu $1 milliard olib chiqqan kompaniyalar Markaziy Osiyoda bor. Ular ichiga masalan Uzum Holding kirishi mumkin, Payme, Hicksfield AI va ko'plab boshqa kompaniyalar 1 milliardgacha yoki 1 milliarddan oshgan kapitalizatsiyasi. Biz ayrimlari bilan o'sha kelishuvga erishdik. Ulardan men o'rganib, ularni bilimlarini, tajribasini ustozaga joriy qilaman va buni teleko'rsatuv shaklida biz jamiyatga ko'rsatamiz. Eng maroqlisi, siz mana qiyini deganingiz, menimcha shu sababi hayotimizdagi bor narsalar bu barchasi bizning ichki dunyomizdan kelib chiqadi. O'zimning ichki dunyomdagi kirlarim yoki qandaydir situatsiyalarga munosabatlarim, qandaydir situatsiyalarga harakatlarimni qaytadan ko'rib chiqib, o'zi to'g'ri tomonga yo'llashni ustida ishlayman.
Bu hafta Chang'an bilan juda maroqli bo'ldi, sababi biz nafaqat Chang'anning UNI-K avtomobilida bir hafta A nuqtadan B nuqtamizga yetib kelishda foydalanik, balkim Chang'an jamoasi bilan hamkorliklarni muhokama qildik. Men o'ylaymanki, bu yurtimizda katta loyihalar haqida gap ketyapti. Chang'an mashinasini o'zi haqida gapiradigan bo'lsam, UNI-K bu juda qulay avtomobil. Men o'ylaymanki, mana hozir boya savollar bergandingiz, uning afzalliklari haqida. Bu albatta o'zining vibe bor Chang'an UNI-K'ni. Uni haydab ko'rib faqatgina his qilsa bo'ladi deb o'ylayman.